Uyat bo'lming qoldi. Görsanish avrat. Qisinib ketaman. Qilaman hayrat. Hayratmi, nafratmi, ish qilib hasrat. Nera qarab borayotir. Hozirgi qizlar. Bir qarish yubkadan görüner dizlar. Bir tonna pudraga gömülgen yüzle. Gözüne dik qarab duradi gözle. Nera qarab borayotir. Hozirgi qizlar. Tandırını teyini yakışını bilami? Tikashlab bir cho'rak yopishni bilami? Ya kuri internetda yotishni bilami? Nera qarab borayotir. Hozirgi qizlar. Kitobdan savol bering, kallani qashiydi. Qo'lina pul tushsa, salona tashiydi. Instagram desa, uchakdan tashiydi. Nera qarab borayotir. Hozirgi qizlar. Birisi bilan urushsa, boshqani topar. Birine göz süzüp, birine qash qaqar. Ming yillar gün gelip Xudodan topar. Nera qarab borayotir. Hozirgi qizlar. Doğru gapni aytsang, angsasi qotib, pul uchun insof va iffatni sotib, gunda emas, sekundda gunohga botib. Nera qarab borayotir. Hozirgi qizlar. Bolalar uylanajak. Pul, mashin, uy bor. To'y uchun hammasi taxt. Faqat bir ammo. O'ylanmakka yaxshi qiz yo'q. Ana muammo. Nera qarab borayotir. Hozirgi qizlar. Vaqt o'tar. Kim ketib, kimlar qoladi. Lekin bir savol yurakka og'riq soladi. Bizani bolalarimiz kimni oladi? Nera qarab borayotir. Hozirgi qizlar. Maqsadim bir. Hamma qiz iboli bo'lsin. Insofli, diyonatli, hayoli bo'lsin. Bolalarimiz yaxshi qizlara uylanib, ko'ngillari to'lsin. Eng baxtli qiz bo'lsin. Bizani qizlar. Hammaga rahmat e'tibor uchun.